Uylanmagan bo'ydoqlarni xursand qiladigan yaxshi yangiligim bor. 2026-yilda menimcha bo'ydoq qolmasa kerak. Hammasi uylanib ketsa kerak. Chunki uylanishlik yanada osonlashdi. O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisining Qonunchilik palatasining kengashining va O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisining Senatining qo'shma qarori bilan. Endilikda to'y va marosimlarni o'tkazayotganda, agar siz misol uchun uylanayotgan bo'lsangiz, milliy urf-odatlarga, an'analarga yot bo'lgan, odob axloq qoidalariga zid bo'lgan turli shoular tadbirlarda qo'shimcha xarajat talab qiladigan marosimlarni o'tkazadigan bo'lsangiz, javobgarlikka tortilasiz. Bundan tashqari kelin ko'rdi, ota ko'rdi, kuyov ko'rdi, kelin navkar, kuyov navkar sep yoydi, latta yoydi, boshqa narsa yoydi, qo'shnisini ko'rdi va shunga o'xshash ko'rdi, oldi, berdi, tog'ara, mog'ara, chelak satil degan agar tadbirlarni qiladigan bo'lsangiz, javobgarlikka tortilishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 192-1-moddasi bilan bazaviy hisoblash miqdorini 10 baravargacha jarima to'laysiz. Bundan tashqari kelinni, kuyovni to'yxonaga yoki o'sha marosim o'tkazilayotgan joyga olib borish uchun ishtirok etayotgan avtomobillar soni 3 tadan oshmasligi kerak bo'ladi. Agar 3 tadan oshadigan bo'lsa ham javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Menimcha mana shu narsa ham uylanishlikni yanada osonlashishiga, mana shu qaror ham uylanishlik yanada osonlashishiga sababchi bo'ldi deb men o'ylayman. Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang va videoni 2026-yilda uylanaman, boshimda 2 ta qilaman degan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Ha, aytgancha, boshda 3 ta 4 ta qilganlik uchun ham javobgarlik belgilab qo'yilgan.